Madrid hamda Atletikodan to'pon bir tarkib tuzamiz. Xo'p, ketdik. Darvozabon, Darvozada Yan Oblakni qo'ygan bo'lardim. o'ng qanot himoyachisi O'zimizni brat Lukas Vaskes. va ikkita o'rta himoyachilar. Birida Jimenez va birida Asensio. Chap qanot himoyachisi Chapda Galanni qo'ygan bo'lardim. va yarim himoyaga o'tamiz. 4-3-3 bo'lyapti. Bu yoqda Valverde hamda Chumeni, yana birida Rodrigo de Paul. Va hujumga o'tamiz. O'ng qanot vingeri, O'ng qanotda Griezmann, albatta Atletikoning yuragi, center forward pozitsiyasi Mbappe. va chap qanot vingerlari. Chap qanot qiyin juda ham. Vinicius hamda Alvarez varianti bor bu yoqda. Juda ham qiyin tanlov. Keling shuni qoldiraylik sizlarga, siz aziz muxlislarga. Alvarez deganlar like bosinglar, Vinicius deganlar komment yozamiz.